boshqa universitetlardan farqi nima desaga, ozgina bo'lsa ham savob ilinjida bizaga ham tegsin degan natija bilan ayta olaman bu narsani. Duradgorni ham o'zini metodikasi bo'ladi. Ya'ni o'qish degani bu partiyaga kelib mixlab qo'yish emas. Ya'ni talabalarimiz va o'qituvchilarimiz faqat bitta sohada birlashadi. Bu ishonchni qozonish bizga oson bo'ldi. Malayziya, Singapur, Koreya va Yaponiya kabi davlatlarga asoslansa urg'uni berganmiz. Bilishimizcha, bu O'zbekiston bo'yicha faqat bitta universitetga berilgan. Halollik jihatdan ham korrupsiyasiz tizimni demak tashkil qilganmiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi suhbatimiz Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti ta'sischisi Umurov Feruz Faxriddinovich bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Doimiy va odatiy savol bo'lishi mumkin bu siz uchun. Bitta universitetning boshqa xususiy oliygohlardan farqi nimada? Deyarli barcha oliygohlar bir xil, faqat qaysi birida talaba soni bilan farq qilishi mumkin, yaratilgan imkoniyatlar bilan farq qilishi mumkin yoki chet ellik talabalar bor yoki yo'qligi bilan farq qilishi mumkin, joylashgan joyi bilan farq qilishi mumkin. Deylik, poytaxtda yoki viloyatda joylashganiga qarab. Asosiy farq sifatida nimani aytishim mumkin? Asosiy farq sifatida bizni universitetimizda jamoasini man nazarda tutgan bo'laydim. Ya'ni boshqa universitetlardan farqi nima desaga, bizda ahil jamoa, ya'niki bir-birini har qanday holatda ham qo'llab-quvvatlashi mumkin bo'lgan, demak, insonlar bir joyga yig'ilib, xalqimizni, farzandlarini o'qitish uchun qo'ldan kelgancha bor mehrlarini, imkoniyatlarini berib harakat qilishadi. Shu asosiy farqlardan biri deb bilaman. Ilmiy darajali professorlar nazarda tutgan bo'lsak, barcha universitetlar bor. Joylashuv bo'yicha qarayotgan bo'lsak, barcha viloyatlarimizda xudoga shukr bugungi kunda universitetlar ochilgan. Lekin eng asosiy farqlardan bittasi bu bizning jamoamiz, ahil jamoa va talabalar bilan jamoamiz o'rtasidagi iliq munosabat. To'liq, demak, bilim olish uchun, o'zining malakasini oshirish uchun yoki talabalarimiz kelajakda qanaqangidir yutuqlarga erishish uchun nima kerak bo'lsa, o'sha shart-sharoitlarni qilib berganmiz va maksimum yana harakat qilamizki, shu jarayonni kuchaytirib, oxir-oqibat o'zimizning maqsadga erishishga bitirgan kadrlarimiz, bizni tugatgan bitiruvchilarimiz davlatimizda yaxshi ish o'rinlariga o'rnashsin yoki tibbiyot sohasiga gapirayotgan bo'lsak, bitirgan bizni talabalarimiz shunaqangi davolasinki, butun dunyodan ularni, demak, xizmatlaridan foydalanish uchun O'zbekistonga kelsinlar va demak, shundan ozgina bo'lsa ham savob ilinjida bizaga ham tegsin degan natija bilan ayta olaman bu narsani. Ya'ni bizning plyuslarimizdan eng asosiy farqlardan biri shu. Yana bitta savol, duradgorni ham o'zining metodikasi bo'ladi. Ya'ni boshqa duradgorlardan ajratib turadi. Bitta universitetning asosi qanaqa metodika asosida turadi? Demak, universitetimiz o'z nomi bilan, ya'ni innovatsion, ya'niki buni innovatsiyasi qayerda deydi, ko'pchilik so'raydi. Innovatsiyasi avvalambor yosh tarkib, ikkinchisi har qanday jarayonlarni iloji boricha avtomatizatsiyalashtirilgan. Ya'niki o'quv jarayonlari ham xuddi shunday, boshqaruv jarayonlari ham, test javob topshirish, ya'ni sinovdan jarayonlari ham barchasi avtomatizatsiya qilingan. Shu bilan birgalikda ota-onalar bilan yoki bo'lmasa talabalar bilan to'g'ri bog'lanib, ularni o'qishlari yoki bo'lmasa ularda bo'ladigan muammolarni yechishga avtomatik, tez, operativ javob berish imkoniyatlari mavjudligi, demak, bu ajratib turadigan belgilardan biri hisoblanadi. Metodikamiz nima? Metodika avvalambor talabalarga erkinlik berish, ya'ni talabalar erkin bo'lsin. Ya'ni o'qish degani bu partiyaga kelib mixlab qo'yish emas, ya'niki ular o'zi erkin xohishi bilan kelib, shu bilan birgalikda o'rganish kerak. Ya'ni bizda asosiy qo'yilgan narsadan biriki, men aytaman, ana o'qituvchi bilan talaba urushga kelmaydi. Shu narsasi bor-da. O'qituvchi talabadan kamchilik qidirish yoki talaba o'qituvchidan kamchilik qidirish degan narsalar bilan noto'g'ri. Ular bir-biriga mehrli bo'lish kerak. Qaysidir ma'noga talaba maksimum, ya'ni ko'proq o'qituvchidan ma'lumot olsin, o'rgansin, bilimini ko'paytirsin. O'qituvchi ham xuddi shunday bergan bilimi orqali nimadir o'ziga rohatlanish olish kerak. Ya'niki kimdir aybini topib, uni sessiyalardan yiqitaman, unaqa tema bilan emas, ya'ni unaqa mavzuda emas, balki qanaqadir yangiliklar o'rgatdim degan tushuncha bilan yashasa, shu bu afzallik beradi talabani o'rganishiga. Ya'ni talabalarimiz va o'qituvchilarimiz faqat bitta sohada birlashadi, bu bilim sohasida. Lekin imtihonlar topshirish va hokazo degan bosqichlarda bular bir-biriga demak hech qanaqangi manfaatlar to'qnashuvi yuzaga kelmaydi. Bu demak bizning asosiy metodikalardan biriki, ya'ni yaxshiroq natijalar berishiga umid qilamiz va shunaqa natija berib turibdi hozircha. So'nggi 5 yil ichida xususiy universitet va davlat universitetlari, davlat oliygohlari degan tushuncha qay darajada o'zgardi?
xalqni fikri bo'yicha? Xalqimiz sodda, samimiy, doim demak nima deydi, ishonuvchan xalq bo'lgan. Shu ishonchni harakat oqlash uchun, shu ishonchni oqlash uchun hamma nodavlat oliy ta'lim muassasalari ham, davlat oliy ta'lim muassasalari ham harakat qilyapti. Endi davlat oliy ta'lim muassasalari o'z-o'zidan ancha yillik tarixga, tajribaga ega. Ba'zi bir bizda o'qiydigan talabalarimiz ota-onalari misol uchun o'sha davlat oliy ta'lim muassasalarida o'qiganligi uchun ularni bizani ya'ni xususiy oliy ta'lim muassasalarida talabalarni o'qitish jarayoni ozgina boshida qiyinchilik tug'dirdi, ya'ni ishonch kiritish. Lekin muhtaram prezidentimiz o'zlari man turibman orqamiz deganlar uchun, ya'ni shu oliy ta'lim muassasalarini, nodavlat oliy ta'lim muassasalarini o'zlari qo'llab-quvvatlayotganlari uchun, hukumatimizni o'zi bosh bo'layotganligi uchun har bir jarayoniga bu ishonchni qozonish bizga oson bo'ldi. Qaysi manaki har bitta ota-ona bizni diplomimiz, bizni o'qitish jarayonlarimiz, saviyamiz yetishi haqidagi demak ichidagi ko'ngilda mavjud bo'lgan qo'rquvlari demak yo'qolib, hozirgi kunda bu savollar, ya'ni davlatnikimi, xususiymi degan nimada orada hech qanaqangi bir tafovut qolmagan. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining o'ziga keladigan bo'lsak, barcha nodavlat oliy ta'lim muassasalari harakat qilyaptiki, shu o'ziga berilgan ishonchni oqlashga, xuddi shunday o'zimizga va har bir jabhada, ya'niki bu bilim berish darajasi jihatdan, xalqaro reytinglarga kirish jihatdan yoki xalqaro konferensiyalarda ishtirok etish va bilimlarni yuksaltirish, har bitta jarayonimizni shu darajaga olib chiqmoqchimizki, shu reytinglarimizdagi, masalan, xalqaro reytinglardagi yuqori top universitetlar qanday bo'lsa, xuddi shu darajaga yetib borishga niyat qilib harakat qilamiz. Bu faqatgina binolarni qanaqangi bezatilganligi, qanaqangi qulayliklarga ega bo'lganligi emas, bu yoqdagi professor o'qituvchilarning tarkibi yoki bo'lmasa u yoqda ota-onalarga bo'lgan munosabat yoki bo'lmasa agar ularga talabalarga bo'lgan munosabat, keyin ularda olib borilishi mumkin bo'lgan sohalar, ilmiy tadqiqot ishlariga bo'lgan yo'nalishlar hammasi mukammallashib bormoqda. Shu bilan birgalikda aynan o'zimiz universitetdan kelib chiqadigan bo'lsak, hozir Malayziya, Singapur, Koreya va Yaponiya kabi davlatlarga asoslansa urg'uni berganmiz, chunki Osiyo mamlakatlari, Osiyo davlatlari biz o'zimizga nisbatan yaqin mentalitet jihatdan o'shandan kelib chiqadigan bo'lsak, ularni xalqaro fondlari, o'sha ilmga yo'naltirilgan fondlari demak bizga o'zlarini qaramog'iga olib, qaysi nodavlat bo'lishimizni qaramasdan ular bizni o'zlarini qaramog'iga olib, bizni moddiy texnik bazalarni ta'minlashga, professor tarkib bilan ta'minlashga yoki bo'lmasa agar o'qituvchilarimiz va talabalarimizni shu Koreyaga, Yaponiyaga yoki bo'lmasa agar Singapur kabi davlatlarga borib, demak malakasini oshirib kelishga, demak o'z yo'llarini ochib bermoqdalar. Bu nimadan dalolat beradi? Biza hozirgi holatda ham xalq ishonchiga kirganmiz va bundan ham yuqoriroq natijaga kirib, faqatgina O'zbekiston xalqi butun bu dunyoni ishonchli oqlayotgan darajaga chiqishga harakat qilishimiz boshlangandan dalolat beradi. ISO sertifikati bo'yicha buni xalq tilida tushuntiradigan bo'lsak, shuni tushuntirib bersangiz va bilishimizcha bu O'zbekiston bo'yicha faqat Bitu universitetiga berilgan. ISO degani International Standards organizatsiyasi, ya'ni xalqaro sertifikatlash tashkiloti bo'ladi. ISO deb aytamiz. ISO 911. O'shani bir necha yo'nalishlari bor sertifikatlash jarayonida. Shundan demak 4 ta yo'nalish bo'yicha bizani universitetimiz demak o'tgan ISO standartizatsiyadan, ya'niki uni qo'yib ham bersalar kerak kadrlarga o'sha sertifikatlarni o'zini. Bu yoqda nima menejment sistemasi, ya'ni shuni tashkil jarayonlar tashkil qilinganligi, ta'lim sohasi mukammalligi, standartlari xalqaro standartlarga mos kelishi haqida va keyin tibbiy xizmatlarni ko'rsatish jarayoni ham demak xalqaro standartlarga mosligini tasdiqlab beradigan sertifikat hisoblanadi. Bizani o'zimiz yo'nalish bo'yichagi xalqaro tanlangan sertifikatlardan biri hisoblanadi, ISO sertifikati. Hozircha meni bilishim bo'yicha faqat bizning universitetimizda shu sertifikat mavjud. Bundan tashqari halollik jihatdan ham korrupsiyasiz tizimni demak tashkil qilganmiz. Xususan bu davlatimizda prezidentimiz siyosatlarining asosiy bo'g'inidan biri hisoblanadi, ya'niki korrupsiyasiz tizim, har qanaqangi byurokratiya, bordi sola-soladan xoli bo'lgan shaffof tizimni xohlayaptilar. Demak, shu tizimga ham biza yurakdan faqatgina og'zaki holatda emas, og'izda qolib ketmasdan, faqatgina biza shuni tizimli ravishda tashkil qilganmiz va bu halolligi haqidagi tasdiqlovlarni xalqaro demak o'sha halol sertifikati bilan ham demak buni ko'rsatish mumkinki, o'sha standartizatsiyani o'tganmiz sertifikatimiz bor. Memorandumlar haqida ham qisqacha to'xtalib o'tsangiz, qaysi davlatlar bilan demak oligoflar bilan memorandumlar imzolangan?
demak oldin aytib o'tganimdek Singapur, Malayziya, Koreya, Yaponiya bilan bor shunday qo'shni Amerika davlatlari bilan hammasini qilganmiz. Yevropa davlatlari bilan bor, Amerika bilan qilgan memorandumlarimiz bor. Lekin asosiy yo'nalish sifatida Koreyani olganmiz hozir. Janubiy Koreya bilan bog'liq bo'lgan universitetlar bilan bog'liq bo'lgan yo'nalishlarda memorandumda imzolangan. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, universitetimiz o'zi asosiy yo'nalishi tibbiyot yo'nalishiga ixtisoslashgan bo'lsa ham, lekin Koreya bilan birgalikda shu yildan boshlab aviatsiya menejmenti degan yo'nalishda qo'shma dars oldik. Bunga ko'ra 2 yil bizda O'zbekistonda o'qiydi, 2 yil Koreyada o'qiydi va 2 xil diplomga ega bo'ladi. Bittasi O'zbekiston diplomi, ya'ni biz diplomi, bittasi Koreyan diplomi bo'ladi. Koreya aviatsiya menejmenti diplomi. Xo'p, bu diplom bilan demak bemalol xalqaro darajadagi aviatsiya xizmatlarini ko'rsatish mumkin. Ya'niki shu aeroportlarning rahbarlari, bo'lim boshliqlari, aviatsiyani butun xizmat ko'rsatish servislarini bajaradigan demak kadrlarni ishlab chiqarishdan yo'lga qo'yganmiz. Xo'p, bundan tashqari Sejong Aktang universiteti degan universitet bor. Shu universitetdan ham demak fondlarni olib O'zbekistonni Buxoro viloyatini o'zida ikkita shunaqangi markaz tashkil qilganmiz. Bundan tashqari universitetimizning vakolatxonasini Koreyaning Busan shahrida ochdik. Universitetimizni talabalari Koreyaga borgan payt o'sha yerda foydalanadi. U yerdagi qo'shimchasiga Koreyadan jalb qilgan o'qituvchilarimiz u yerdan turib onlayn darslarni demak o'sha universitetning vakolatxonasidan, Koreyada joylashgan vakolatxonasidan turib bizni talabalarimizga demak darslar o'tishadi, o'qituvchilarimizga malaka oshirishlar qilishadi. Shunaqa ta'sirlar. Talabalar ota-onalarda tug'ilishi mumkin bo'lgan savol, odatiy doimiy savol. Talabalar xavfsizlik darajasi qay darajada? Xavfsizlik degan payti hamma xotirjam bo'lishi kerak. Ya'ni O'zbekistonimiz tinch, yurtimiz tinch, ya'ni uni qanaqadir xavfli nimalarni kutmasak ham bo'ladi. Barcha universitetlarda. Endi ulardan farq qiladigan nima bor degan aytishim mumkinki, universitetimiz o'zi yagona kampus bo'lib shakllangan sanoqli universitetlar qatoriga kiradi. Ya'niki bu universitetlar qaysilar? Men o'zim biladigan Akfa universiteti bor Toshkentda. Qo'qon universiteti bor. Ya'ni bular bir hudud ichida barcha o'quv bo'limlari, o'quv amaliyot xonalari, ma'ruza xonalari, laboratoriya xonalari va umuman barchasi bir joyda joylashgan. Xuddi shunday Buxoro shahridagi bemalol ayta olamanki, yagona universitet, oliy ta'lim muassasasi 3 gektarlik maydonda kampus shakllangan. 8 ta o'quv korpusimizdan iborat o'quv va yordamchi korpuslardan. Bu korpuslar nima? Asosan o'quv binolari bilan bo'limlarga bo'lganmiz. Shundan bir vaqtning o'zida demak 10 mingdan oshiq talabani qabul qilish quvvatiga ega bir smenani o'zida. Qo'shimchasiga faollar zalimiz bor, kutubxonamiz bor talabalar qulay foydalanishi uchun. Kutubxonani o'zida ham birgalikda o'qiydigan o'quv zallari bilan qo'shimchasiga agar tinchroq shovqinsiz xona kerak, unaqa shovqinsiz xonalar ham shakllantirilgan. Sport maydonchalarini qurdirdik, ya'niki talabalarimiz sport turlar bilan foydalansin, o'shanda shug'ullansin degan ma'noda. Va qo'shimchasiga talabalarimizni jismoniy mehnatlar bilan shug'ullanishlari uchun qizlar va yigitlar alohida qilib fitnes zallar ochganmiz. Qizlarimiz uchun отдельно alohida fitnes zali, yigitlar uchun alohida fitnes zali. Eng asosiy fishkalarimizdan, ya'ni o'zimizni nima edi, qanaqadir g'urur berayotgan narsalardan bittasi bu universitet kampusining ichida demak olimpiyskiy talabalarga, ya'ni olimpiya talabalariga javob beradigan darajadagi demak suzish havzasi, ya'ni basseyni bor. Va bu yoqda ichida sog'lomlashtirish, qaysidir keyinchalik sport musobaqalariga ham talabalarni jalb qilamiz. Shularni hammasini olimpiya chempionlari chiqarishimiz uchun mos sharoitlarni qilib ketyapmiz. Qo'shimchasiga endi universitet o'z boshidan maqsad qilib ochilganki, faqat universitet emas, balki ta'lim klasteri, tibbiy ta'lim klasteri shakllanishi kerak. Bog'cha, maktab, texnikum, universitet, keyin gospital bo'lib ta'lim klasteri shakllanadi. Biz yoshligidan boshlab o'shani bitta ma'lum bir kasbga yo'naltiramiz. Bitirgandan keyin bitiruvchilarimizni o'zimiz ish bilan ta'minlash, maksimum qamrab olish, ishlash jarayonlarini niyat qilganmiz. Shu yo'l bo'yicha, shu maqsad bo'yicha ketyapti. Va bu hududimizda qo'shimchasiga yana keyinchalik yotoqxonaga bo'lgan talab ortganligi uchun hozir 1000 o'rinlik, ya'ni 1000 kishi joylashib oladigan bir vaqtda o'zida yotoqxona quramiz. Yotoqxona ham u xalqaro standartlarga moslashgan apartament ko'rinishda, ya'ni yotoqxonadagi har bitta demak xonaning ichida o'zini sanuzellar, ya'niki hojatxonasi, yuvinish xonalari alohida bo'lib, xuddiki hotel qanday bo'lsa, xuddi shu prinsipda quriladi. Bular barchasi talabalarimiz uchun. Ya'niki bularning hammasini bitta maqsadda xalqaro standartlarga avvalambor tuzilishi jihatdan universitetni o'xshatib olish birinchi etap. Va bosqichma-bosqich undan keyin universitetimizni o'quv protsessini, salohiyatini darajasini oshirish. Bu yerda chiqayotgan maqolalarni Scopus degan jurnallarda, Scopus bazalarida yoki Web of Science degan demak yirik bazalarda demak maqsad shu bizani kelayotgan hamma talabalarimiz
o'zini to'liqligicha chet eldan qolishmaydigan holatda his qilishi kerak. Xavfsizlik o'z-o'zidan biror bir xonamiz yo'qki, kamera ulanmagan bo'lsa. Bu kameralar faqat xavfsizlik emas, balki intizomiy tartibni, tizimni to'g'ri intizomli ravishda amalga oshirayotganligini tekshirish uchun ham, nazorat qilish uchun ham kerak. Gvardiya xodimlaridan maxsus knopkalar bor, ular qo'yilgan. Yoki bo'lmasa agar davlatimiz tomonidan aynan universitetning o'zini uchastkovoy deymiz, ya'niki profilaktika inspektori qo'yilgan bo'lib, demak bular aynan shu universitetda bo'layotgan barcha joylarga joy beriladi. Xo'p, o'sha uchun ota-onalar qo'rqmasdan yuborishlari mumkin. Masalan, biz bemalol hozirgi kunda O'zbekistonning 12 ta viloyatidan ham sizga uzoqdagi ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin hozirgi kunda universitetimizda 15 ta davlatdan, chet davlatdan kelib o'qiyotgan talabalarimiz bor. Xususan, Misrdan, Erondan kelgan, Polshadan, Niderlandiya, Gollandiyadan kelgan, Iroqdan kelgan talabalarimiz bor, Hindiston, Pokistondan kelgan talabalarimiz bor. Xo'p, bu talabalarimizga kelib bu yerda o'qiyotgani bu universitet o'sha xalqaro talablarga javob berayotganidan dalolat beradi birinchi navbatda. Ikkinchisi, uzoq emasligini isbotlov sifatida, ya'ni bizni o'zimiz O'zbekistondan ko'ra chetdan kelib o'qiyotganlari buni ham bir marta isbotlaydi. Va ular bu yoqqa nima uchun kelyapti? Avvalambor xalqaro standartlarga javob beradi. Keyingisi xavfsizligi mukammal darajada tashkil etilganligi va ular bilan talaba va rahbariyat o'rtasida aloqaning juda yaqinligi qaysi ma'noga hammasi hech qanaqa byurokratik to'siqlardan xoli holatda bir bilan muloqot qilib muammolarga tezda yechim berishimizni deb bilaman. Ya'ni xavfsizlik jihatdan 100% javob bera olamiz. Endi asosiy va qiziqarli savol bo'lgan 888 ta grant. Ya'ni bu so'zni aytishga ham qiyin sonlar. Lekin bu nima bir yilga bo'lib qo'yilgan grantlarmi yoki birdaniga 888 ta grant? Demak, 888 ta grantimiz universitetda mavjud yo'nalishlar kesimida taqsimlab tashlangan. Davolash, stomatologiya, psixologiya, ingliz tili, rus tili, o'zbek tili, boshlang'ich ta'lim kabi yo'nalishlarning barchasiga grantlar ajratilgan. Bu grantlar mavjud. O'tgan yil ham bergan edik. Lekin o'tgan yili bu grantga talabgorlar 65-70 ta grant ajratildi. Chunki xalqimiz boshiga ishonmadi. Bu yil yaxshi, bu yil, ya'ni bu yil qo'yganimizdan keyin ancha ishonch ortgan. Ya'ni bu grantlar beriladi. Hozirgi kunda ko'pchilik xabar yo'q, ko'pchilik xabar bor. Davlatda ham grantlar 1 yillik bo'lgan, ya'ni grantlar keyingi yildan demak olib tashlanishi mumkin. Ya'niki u talaba kirgandan keyin grantga yarasha o'qishi kerak. Grantga yarasha o'qimasa agar, o'zini ko'rsatmasa, jonbozlik ko'rsatmasa agar, biza u grantni quyib qolishini bilamiz. Davlatdan xuddi shunaqa. Xuddi shu prinsip bu yerda ham ishlaydi. Grantlarimiz demak mavjud va buni birdaniga emas, bo'lib yechishni yo'lga qo'ydik. Bunga ko'ra har oyning 20-sanasida e'lon qilinadi. Demak, bu 20-mayda e'lon qilindi. Bir guruh talabalarimizga grantlar berildi, ya'ni abituriyentlar talabaga aylanishdi. Endi navbatdagisi 20-iyunda chiqadi javoblari. Undan keyin 20-iyulda javobi chiqadi, undan keyin 20-avgustda shu 808 ta grantimizni bo'lib demak natijalarni e'lon qilamiz. Oxirgi grantlarimiz 3-sentyabrga yaqin, menimcha shunday 1 yo 3-sentyabrda to'liq e'lon qilinadi. Grantni faqat yechish tartibini tushuntirib berib bilmayman, men yetkazib bilmayman to'g'ri xalqqa. Qanday bo'ladi? Grantni yechish uchun testlar, bu davlatda qanday ishlansa xuddi shunday 5 ta fandan test bo'ladi, ya'ni majburiy fanlar va demak asosiy fanlarimiz matematika, ona tili, tarix, agar meditsina yo'nalishi bo'lsa agar biologiya va kimyo fanlaridan topshiradi. Ballari ham xuddi shunday va prinsip ham ishlash prinsipi, grantga qabul qilish tartibi ham xuddi shu tartibda ishlaydi. Ya'niki 20-iyungacha shu hozir 20-iyunga beradigan nimamizda 888 ta grantdan 104 donasi ajratilgan. 104 ta grant uchun necha kishi topshirsa, deylik 200 kishi topshirsa, nimaga test topshirsa, 200 tadan 104 tasi grantga olinadi. Qolgani keyingisi qatnashish bo'lgan yiqiladi. Shunday bo'ladi. Ya'ni 1 yil grant. 1 yil grantda o'qiydi. Xo'sh, keyingi oyga 20-iyunga yana qaytib beriladi. Nima qilish kerak? Hammada o'z telefon bor. Kimdadir iPhone, kimda Android ishlatishi mumkin. Telefonidan o'sha App Store yoki Play Marketga kiradi-yu, B2 Talent degan dastur bor, prilajeni. O'sha dasturni yuklab olishadi. Yuklab olgandan keyin o'zlari topshirmoqchi bo'lgan yo'nalishlarni ro'yxati chiqadi. Grant uchun testlovchi testni bosib, o'sha test ishlanadi. Test onlayn ishlanadi. Uyingizda turib ham testni ishlashingiz mumkin. Va qo'shimchasiga testni bir necha marta hisoblab yechish mumkin. Ya'ni bir marta ishladingiz testni, ikkinchi marta qayta ishlashingiz mumkin. Shu holatda imkoniyatlar berilgan.
ishlanglar, tezlanib, grantga kelinglar, birga biz sizni o'qitaylik, ta'lim beraylik. Xudo xohlasa sizni yetuk darajalarga erishgan paytingizda yoningizda bo'lish bizga shu nasib qilayotgan holatga chiqaylik. 6 million to'lab o'qish, ya'ni o'sha 6 millionni ham bo'lib to'lash evaziga o'qish. Xo'p, endi narxini kelib chiqargan bo'lsak, bu O'zbekiston bo'yicha menimcha eng arzon kontrakt narxi bo'lsa kerak. Bu sirtqi ta'lim yo'nalishlariga, lekin sirtqi ta'lim yo'nalishlari yopilgan, birinchi kursga qabul yo'q. Lekin yuqori kurslarda o'qishni ko'chirmoqchi bo'lganlar yoki o'qib turgan talabalar uchun haqiqatdan 6 million so'm kontrakt qilib qo'yganmiz, chunki fan narxi shundan atrofida chiqadi. Chiqadigan narsa. Ya'ni tibbiyot yo'nalishi qimmat bo'lganligi uchun sifatli tibbiyot olish uchun narxni kamaytirib bo'lmaydi, shuning uchun ozgina balandroq qo'yilgan. Bu yo'nalishlarimiz demak 6 million so'm. Bu sirtqi ta'limni ko'chirib kelgan talabalarga bemalol demak shu kurs bilan, ya'ni shu narxdan o'qishlarini tugatishlari, o'qishlari mumkin. Bu nima uchun buni o'sha sifatda olasiz, o'sha diplom, o'sha imkoniyatlarni olasiz. Faqat narxi arzonroq. Boshqa oliygohdan ko'chirib olib bemalol o'qishni ko'chirib kelish mumkin. Bu 1 yil davom etadimi yoki? Endi sirtqi ta'limda 1 yilda 2 marta o'qish jarayoni bo'ladi. 28 kun o'qiydi, 2 kun, 3 kun imtihonlari bilan. Demak, boshqa joyda qanaqangi bo'lsa sirtqilar, bu yoqda ham xuddi shunday holatda o'qitiladi. O'zimiz yo'nalishlar bo'yicha o'qishni bemalol ko'chirsalar, shu narxda o'qib borishadi. Hozirgi holatda narxi 6 million so'm.